shu yerda tunab qolaman va ertaga yo'lga chiqaman. Bu kecha shu yerda tunay. Pegas, to'ngi safarimda seni ko'rib hayratdaman. Pegasni siladi. Lancelot Pegasni qo'lga urdi va unga nazorat qila boshladi. Yaxshi, endi yur. Uchishga harakat qilamiz, Pegasus. Voy! Lancelot Pegasni minib yana urinadi. Bu safar biroz yaxshiroq, lekin baribir yiqilib tushadi. Lancelot Pegasni minib harakat qiladi va baribir yiqilmaydi, to'g'ri tushadi. Ritser qilichini mahkam ushlab, qorong'u go'rga kiradi. Chiq soyalar hukmdori. Birdan go'r ichi larzaga keladi, qorong'ulik devorlardan ajralib. Sen o'zing kelibsan, Ritser. Bu yerda yorug'lik bo'ladi. Shadow Monster qo'lini ko'tardi, o'nlab Shadow klonlar paydo bo'lib, Ritserni o'rab oldi. Bu mening uyim. Bu yerda men cheksizman. Men qo'rquvman. Men esa umidman. Qilishdan chiqqan nur Shadow Monsterni teshib o'tdi, u qichqirib mayda soyalar bo'lib parchalanib, go'r devorlariga singib ketdi. Qorong'ulik hatto o'z uyida ham yengilishi mumkin.